hunarmand uyushmasi tomonidan hunarmandchilik startap loyihalari va inkubatsiya markazi ishga tushirildi. Markazda lider hunarmandlar ustaxonalarini tashkil etish orqali yosh hunarmandlarni mahorat darslari, dizayn va ijodiy tadqiqotlar kutubxonasi, zamonaviy dizaynerlar, marketologlar, IT laboratoriya, internet magazin, marketplace va savdo platformalari bo'yicha tajribali mutaxassislar jamlashishlari tashkil etilgan. Bu Do'mbrobodda tashkil etilgan markaz Toshkent shahar hunarmandlari uchun katta imkoniyatlar beradi. Buni misol uchun kutubxonalardan unumli foydalanib, foto zonalar tashkil qilingan. Ko'p hunarmandlarimiz bizda qiynaladi, o'zini kataloglarini qilishdi. Shunda foto zonadan bepul kelib, o'zlarining kataloglarini tashkil etsa bo'ladi. Qolaversa, bu yerda katta tezlikdagi internet zonalari tashkil etilgan. Bu markazimiz avvalambor hunarmandlarga kreativ yondashuvga yordamlashadi, keyinchalik o'zini faoliyatini chet el hunarmandlari bilan tajriba almashishda juda qo'l keladi deb hisoblaymiz.